Boshlang'ich 650 dollar bilan mana shu 2015-yilda ishlab chiqarilgan katta motorli Spark'imiz mana shu savdoga berilyapti. Akalar kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Birinchi chiroyli obzor qilib beramiz. Akalar ketdik. 2015 akalar xudo xolasa katta motor, tepa past LED farli, 4 ta archa bilan yumshog'idan taqilgan xudo xolasa. Mashinamiz ikkinchi paysi mexanika, lekin yoki ishoning kasini bor. Shunaqa muzlatib tashyapti. Abishkalar yaxshi holatda, yaxshi chexollar taqilgan, poliklar yaxshi holatda, o'zini ham qarollari 253 ming probekda. Mashinamiz mexanika ko'rib turgan bo'lsa, kondisionerlar bor, yaxshi mejigar pultlari, xudo xolasa tayyor holatda. Lekin ishoning kasini zo'r ishlayapti. Mashina to'laqonli benzin yuradi. Okam aytayotdilar, to'g'ri, o't-o'tida kraskasi bo'lishi mumkin, lekin absolyutni suviga top-toza deyaptilar. Xudo xolasa. Mashina o'zi turishini ham qarang, zo'r bo'lib turibdi, aka. Yaltirab turibdi. Qarang. Yomon emas. Faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga beraman deyaptilar. Boshlang'ich 650 dollar berasiz, oylik to'lov faqat egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xullas, tegir egalar nomerlarini qoldirdim. Srochniy aloqaga chiqib, baraka qilib yuboringlar, akalar.